Sizlar bilan Chester. Bugungi videomizda olmos va tangalarni yig'ishni o'rganamiz. Qanunda boshladik. Xo'sh, birinchi bo'lib mana shu oddiy tanga yig'ish. Mana shu o'yinda o'ynasalaring ko'p tanga beradi. Keyingisi mana bu yerda bo'ladi. Har doim o'ynab bo'lgandan so'ng mana shu yerda chiqib turadi. 30 ta 80 ta qo'shib beraveradi. Hozir menda ishlamayapti. Keyingisi mana bu yer 40 ta olmos tikib ko'paytirib olsalaring bo'ladi olmoslarda. Ko'pchilikda mana shu narsa bo'lmaydi. Ko'pchilikda mana shu bo'lmaydi, reklama joyi. 20 ta laykdan keyin mana shuni qanday qilib chiqarishni o'rgatib o'taman. Mana shuni. Keyingisi mana stadionlaringni kuchaytirsalaring ham mana menda shuncha kuchaygan. Kuchaytirganim uchun mana menga 30 ta bonus qo'shib beriladi. Mana shu joydan ko'rib olsalaring bo'ladi. Xo'sh. So'ng mana shu yerdan mana 30 ta tanga bonus qilib qo'shib beryapti. Mana ko'rishlaring mumkin. Keyin olmos yig'ish uchun buni mana buni kuchaytirishlaring kerak 75 taga. Mana shuni kuchaytirib qo'ysalaring olmos ko'p beradi. Mana buni. Tanga va olmoslar shunaqa tarzda kuchaytiriladi, ko'paytiriladi. Video yoqqan bo'lsa like va obuna tugmachasini bosib qo'yamiz. Go!